Endi o'zingizning nomingizdagi simkatlarni xohlagan insoningizning nomiga bepulga o'tkazib bersanglar bo'ladi. Buni qanaqa qilishni o'rganmoqchi bo'lsanglar, albatta videoni o'tkazmasdan to'liq oxirigacha ko'ringlar. Telefonimizdan MyGo ilovasiga kirib olamiz va qidiruv tizimiga kirib turib, telefon raqami deb kiritadigan bo'lsak, birinchi chiqadigan telefon raqamini qayta rasmiylashtirishga kiramiz. Xizmatdan foydalanish narxlari bepul, xizmat ko'rsatish bo'yicha muddatlar 1 kundan 5 kungacha va kerakli hujjatlar talab etilmaydi. Asosiysi MyGo ilovamiz. O'zimizga kerakli bo'lgan kompaniyani tanlaymiz. Ucell.com, Ucell, Beeline xohlagan kompaniyalarni tanlab olasizlar. O'tkazadigan kompaniyalarni albatta tanlab olasizlar. O'tkaziladigan abonent raqamini ham tanlaysizlar va o'sha qaysi raqamni o'tkazib bermoqchi bo'lsanglar, o'sha raqamni bu yerga kiritasizlar. Keyingi navbatdagi esa o'zimizga kerakli bo'lgan xohlasangiz oila a'zolariga o'tkazmoqchi bo'lsangiz oila a'zosini tanlaysizlar yoki bo'lmasa boshqa shaxsni tanlab turib, jish raqamini kiritib turib o'tkazib bersanglar ham bo'ladi. O'sha raqamni albatta ID kartani orqasida bo'ladi yoki pasport pastida bo'ladi. Bo'ldi. Keyingisini bo'lsangiz, u bizda ariza abonent raqami yangi egasiga tasdiqlash uchun yuborilyapti, ya'ni MyGo ilovasiga jo'natiladi. U odam ham MyGo'ga kirib turib, Face ID'da o'zini ro'yxatdan o'tib turib, arizani qabul qilish kerak bo'ladi va undan keyin ham siz albatta Face ID'dan siz ham o'tib turib, shaxsingizni tasdiqlaysiz, bo'ldi. O'sha inson bemalol shu simkatlardan foydalansa bo'ladi. Video sizlarga foydali bo'lgan bo'lsa, menga obuna bo'lib turib, videoga like bosishni unutmanglar. Videoni kerakli do'stlarga jo'natib qo'yinglar. Keyingi videolar qanaqa bo'lishini albatta kommentariyga yozib qoldiringlar.